Assalomu alaykum ukalarim. Xudo xolasa mana mashinamiz tayyor holatda. Endi mana bir chekkadan obzorni ko'rsatamiz ukalar. Ukalar mana chekkalariga Mativ energetiklar bilan uyg'unlarni qilib berganmiz. Qirg'ishlarni keltirgan holatda. Alkofollarimiz 21 mikrolik eng zo'r alkofol mana shu bo'ladi. Oldi tomonda mana ko'rinishlar ukalar. Okey, buni balandligi necha deydigan bo'lsangiz, qol qismida tom qismigacha 90 razmerda qilib berganmiz. Standartlarga muvofiq holatda ukalar. Yo tomonda mana ko'rinishlari. Yo'llariga mana sandiqlarni qilib berganmiz, yashillari. Juda ham bir ajoyib holatda alkofollar bilan birgalikda ukalar. Germetikasiga e'tibor qilsa, germetikasi ovozidan bilib olsanglar bo'ladi. Qanchalik mustahkam, germetishli bo'lganini ukalar. Yon tomonlariga fiksatorlargacha qo'yib berganmiz. Eshigini ochishga to'g'ri keladigan bo'lsa, bemalol ochib uzun yuklarni tashlasanglar ham bo'ladi. Shu fiksatorga qistirib qo'ygan holatda. Orqa tomondan ko'rinishlari nima deyapti aka? Kechqurun yurganda attajat qilishlik uchun attajatning nakleykalarni qilib berganmiz va e'tibor qilaylik, ikkita chekkasida sim qoldirib ketganmiz. Gabarit chiroqlarini o'rnatib oladi akamiz. Oshiq-moshiqlar, ya'ni furnituralari, ochilish-yopilishlari juda ham bir yaxshi bo'ladi. Eng zo'ri rossiyskiy sifatli shu bo'ladi akalar. Ikki tomondan endi bitta ko'rsatamiz hozir. Ikki tomondan fanera bilan ashlatib berilgan. Aka, fanera qalinligi necha deydigan bo'lsangiz, oldi 2 yoni 6 mm bo'ladi. Qoliga kelisli panel o'tkazib berganmiz aka. Patologlari va eshigiga qismi 4 mm bo'ladi. Guvohi bo'ladi. 4 mm bo'ladi. Guvohdan ko'rinishlar. Qoldiramiz. Bizning manzilimiz Toshkent viloyati Yalgir shahar joylashgan. Bemalol aloqa qilishingizda Xudo xolasa ishlagan tez va sifatli, eng muhimi hamyonbop ko'ngildan joy oladigan tadbir bo'lamiz. Ushbu videoni ustaxona qadriga yaqin do'st birodarlarga jo'natib qo'ydi. Like bosib, qadrlashni so'rab qolamiz.